Biz kuzatib borayotgan kanalimiz a'zolari, mana yangi zakazlarga xudo xohlasa ustunlikka qildik. Buni qo'yib qo'ygan. Xo'p. Eshiklarimiz kirashinli bo'ladi. Zamonaviy razdelning gulli. Ichlari magnitli bo'ladi. Yopganingizda usha bo'ladi. İchlarida rezinkalari bor. Shuni izolasiya bo'ladi bu. Bunaqa shum chiqarmaydi. Xudo xohlasa yopishlardan to'siladi uchun indamasdan yopiladi. O'sha moshalar 3 tadan bo'ladi. Sira bo'lsa ham 3 tadan qo'ydik, 2 ta qo'ysa ham bo'ladi. Chiroyli zo'r chiqadi. Bunimiz 74 ga 1.94 eshik. Kiratovka qildik. Hop. Mollari 90 ga 220 eshiklarimiz. Xudo xohlasa hamma zamonlarda bo'ladi. Ochilib yopiladi. Mexanizmi magnitli bo'ladi. Yopganingizda o'zi tortib oladi. Har doimgidek bunga ham rezinkalari bor. O'sha moshalar ustida. Yana shunday bor. Protiv tomonda. Bu ham bunaqa. Oqqa bunga zemshiq sepilgan. Tusda zemshiq berganmiz, kirashinli bo'lgan. Kvadrati 1.200.000 so'mdan, xudo xohlasa ustanovkalar bilan ichida. Buyalarni ham o'lchaganmiz, buyalarni endi qilib kelamiz. Mozmash zararligan qildik. Baho berishingiz mumkin. Rahmat hammaga, kanalga like, podpiska bosib qo'yamiz, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yamiz.